Assalomu alaykum kuzatuvchilar. Bugun biz zargarlik buyumlarimizni yuvish ishlari bilan olib boramiz. Bizga kerak bo'ladi iliq suv, idish yuvadigan gel va limonli kislota. Limonli kislotamizdan iliq suvimizga oz miqdorda solib olamiz. Xuddi shu massada idish yuvadigan gelimizdan ham solamiz. E'tibor beramiz, yaxshilab aralashtiramiz, chunki limonli kislotamiz suvimizda yaxshilab erib ketishi kerak. Undan so'ng esa o'zimizning zargarlik buyumlarimizni suvimizga solib 1-2 minut yaxshilab aralashtiramiz. Uylaringizda perchetka bo'ladigan bo'lsa, perchetkadan foydalanishlaring mumkin. Hozir men shoshilinchda olganligim sababli perchetka topa olmadim. Shu sababdan xuddi shu holatda 1-2 minut ushlab turilgandan so'ng yana boshqa zargarlik buyumlaringizni ham xuddi shu holatda yuvib olishingiz mumkin. Suvimizda ko'p qolib ketmasligi kerak. Zargarlik buyumimiz. Undan so'ng esa o'zimizni oddiy suvimiz, ya'ni sovuqroq suvda yaxshilab chayib olamiz. Limonli kislotamizni ketkazishimiz kerak. Ko'rib turibsiz holatini. Yaxshilab chayilgandan so'ng esa yumshoqqina sochiq bilan zargarlik buyumlarimizni artib olamiz. Hech qanday suv qolmasligi kerak. Chunki suv qoladigan bo'lsa, zargarlik buyumlaringizni rangi o'zgarishiga olib keladi. Ichidagi suvlarini yaxshilab artib tashlash kerak. Shunda sizning zargarlik buyumingiz sizga uzoq muddatga xizmat qiladi. Yuvilgandan so'nggi holatini ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli, ko'zni quvontiradigan darajada. Mana zargarlik buyumlarimiz tayyor. Endi o'z egalariga topshirishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat kattakon.